Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum. Dilalat çöçeklerini yaqtırıp anlap kelavatqan omaqlarim, keşlikinlar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga Fransiya masallalaridan toshbaqa bilan to'shqanni aytib beray. Burunning burunisida bir o'rmonlikda turli-tuman hayvonlar yashaydi ekan. Shu hayvonlarning orasida bir po'chi to'shqan bor ekan. Doim Bu dünyada tez yugurishda bana tang kelalaydigan hech kim yo'q, deydigan. Bu etib o'z ko'nglini xush qilib yursigu maylidi, biroq u toshbaqini uchirtib qolsalar, "Ey qalampay, hey mismis", deb zangli qilib tishiga tegadigan. Toshbaqa xeyli kunlargacha to'shqanning zangli qilishlariga parvo qilmay yuribdi. Lekin to'shqan borgan haddidan eshib, uning ochiqini keltirib qo'yibdi. "Ko'p qilmay yursam, ajabmi o'zingni bilmay ketding", debdi toshbaqa to'shqonga g'azab bilan qarab. "O'zingni uncha vala qoldi cho'g'lab ketma. Sen bilan yugurishib yiqishga mana men tayyor." Toshbaqaning gapini anglagan to'shqon qoqoqlab kulib ketibdi. "Pah, mavi nochini ko'rmandigan. Hey xaloyiq, angladinglarmi? Toshbaqa men bilan yugurish kerak." "Shundoq, men sen bilan yugurishman", debdi toshbaqa to'shqonning zangli qilishiga parvo qilmay. Shundoq qilib, ular ikkalan yugurishib boqmoqchi bo'libdi. Ajiz atiganda ular o'zlari tanlagan yerga yetib kelibdi. O'rmonlikdagi hayvonlarmi ularning musobaqasini ko'rgili yig'ilishibdi. Reper kirpining bayroqni bir pulangtishi bilan musobaqa boshlanibdi. Yavash toshbaqa azmilik bilan qadam tashlab yugurish sizqidan atlab o'tib yo'lga chiqibdi. To'shqon bo'lsa, bir asnib yetib, birla sakrab siziqdan o'tibdi-da, oxirgi nuqtaga qarab ushqandek yugurib ketibdi. To'shqon xeyli yugurgandan keyin orqaga qarasa, toshbaqa boshlanish nuqtasidan ancha yiroqlashmabdi-dek. Buni ko'rgan to'shqon miyiqida kulib qo'yibdi-da, birdan uxlab olmoqchi bo'pti. U quyuq o'sgan, gul chechaklar ichilib ketgan bir cho'plikda o'ngsiz yotganicha ko'zini yumibdi. U yova gullarning xushpuroqlari ichida totliq uyquga ketibdi. Qanchalik uxlaganligi noma'lum. To'shqon birdilla cho'chib uyg'onib atrofiga ko'z yugurtibdi. Qarasa, toshbaqadagi yugurish musobaqasining 3dan 1ni besib bo'lolmabdi-dek. "Hey, bechora toshbaqa, men bilan musobaqalashganingga to'ydigan bo'lding-da", deb o'ylabdi to'shqon dimig'ini qiqib qo'yib. "Men tushda tomuqimni yevilib yugursammi, o'xshashlisini yengib olaman." To'shqon bir ko'ktatliqqa kelibdi-da, toza o'xshagan bir tup yesivelakni huzurlanib yeyishga boshlabdi. Qo'rsiqi bak to'yib ketgan to'shqonni yana o'g'dak besibdi. U uyquliq ko'zlari bilan yiroqqa qarasa, toshbaqa yana shu azmiligi bilan oldirmay qadam tashlab, hasrab, o'midab, tarlab pishqinicha mengib musofining aran yerimini besib bo'pti-dek. "Oxirgi nuqtaga oldirab berib nima qilaman?" debdi to'shqon o'zini cho'plikka tashlab. "Yana birdam uxlab olib, onda yugursammi, yana toshbaqaning oldida yetib boraman emasmi?" Kun o'ltirishga oz qoldi. Toshbaqa atiganda mong'inicha zodila to'xtab qolmabdi. U mong oxirgi nuqtaga asli qoldi. To'shqon cho'chib uyg'onibdi. Qarasa, yiroqda oxirgi nuqtaga yaqinlab qolgan toshbaqa bir qora chekitdagli ko'rinayotgandek. Shuning bilan u olg'a qarab ushqandek yuguribdi. To'shqon shundoq yuguribdiki, asrab o'midab demini ololmay qoldi. To'shqon shuncha yugurib oxirgi nuqtaga yetib kelgan bo'lsa-mu, toshbaqadan bir qadam kaynida qoldi. Shundoq qilib to'shqon o'z ko'zga ilmas zangli qilib yurgan toshbaqaga yengilib qoldi.
Atrofdagi hayvonlar chavoq chelib toshbaqani tabriklabdi. Tovushqonga qarab kulishibdi. Arg'an ham qattiq xijilchilikda qolgan tovushqon holsizlangan holda toshbaqining yeniga yiqilibdi. Toshbaqa kulimsirgan holda uningga debdi: Oxir seni yengib oldim. Mag'rurlik kishini orqada qoldirdi degan so'zning ma'nosini endi tushungansan a? O'maqlarim, toshbaqa nihoyatda o'rinliq gap qildi, ha? Tovushqon toshbaqani "Bakmusmus ham kalampay, men bilan yugurishda musobaqalasimi baribir futurib qo'ydi" deb zangli qilib mag'rurlanib ketgan edi. Oxirda nima bo'ldi? Chaqqan tovushqon musmus toshbaqaga futurib qo'ydi. Demisimi mag'rurlik kishini orqada qoldirdi. Shuning uchun biz tovushqandek hakavur manmanchi bo'lmay, toshbaqadek kichik beyil, kamtar, tirishchan bo'laylik, ha? Kech bo'lib ketibdi, amsa baldir uxlanglar. Atimish vaqtda Dilola Undidor salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.